E'lonni o'qiymiz hozir primoy efirda. Sizlarni kuzatib o'tirganlar. Shu o'ziga chiqmaydimi savolingiz? Ko'rmayman-ku, mana bunaqa qaramayman-ku. Bu yoqdan ko'rib turaman. Bir pastroq qil. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli va chiroyli kun. Biz primoy efirga kirdik. To'g'risini aytsam, уже почти 100 tonini bajarib bo'ldik. Qizimiz sal anaqaroq. Yo'q, unga tegmay. Unga tegmay qo'ying. Bobur sal pastroq qilsin. Qizimiz 16 yoshli yosh qizcha ekanlar. Yuzlarini, tonlarini qalin qilib keragi yo'q. O'zi yupqa qilib qilsangiz ham, tabiiy qilib qilsangiz ham yosh teriga yetadi. Yoshlik o'zi go'zallikdir, bekorga yetishmagan. Hammaga assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana tonlarni surib bo'lganimizdan keyin qo'lingiz bilan bemalol yuzini ushaverasiz. Hech nima qilmaydi. Yig'lasa ham kelinlarimiz shunday oqib tushib ketadi. U bu narsa deb qolsa, bunda ko'chirsangiz ham даже hech nima qilmaydigan ton yaratamiz. Demak, buni surib oldim. Sal yorug' yetishmayapti bizga. Nazarimda qora bo'lib qolganga o'xshaydi. Qizlarjon, sizlarga yaxshi ko'rinyaptimi? Maramimdan sal tushiraman. Ana. Bo'ladi. Ozgina sarg'imtir ko'rsatyapti, chunki svetimiz sarg'imtir. Demak, bu tepadagi rangini o'zgartirish kerak. Alohidroq qilish kerak. Siz telefoningiz nechi? iPhone? iPhone emas. iPhone emas, ana shu uchun sarg'imtir ko'rsatayotgan ekan. Tushunarli. Qizlar, sizlarga yaxshi ko'rinyapti. Efirga kirganlar. Demak, endi yuzni tabiiy qizartirishimiz kerak. Rumyanalar yordamida. Esingizda bo'lsin. Rumyana rangini tanlayotganda ham terimizning holatiga qaraymiz. Oppoq qizlarga bemalol ishlaturasiz mana shu rangini. Lekin qoravoy bug'doy rang qizlarimizga ozgina bu rangini aralashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Mana bu rang ularga tushmay qolishi mumkin. Tushundingizmi? Slishkom vulgarni bo'lishi mumkin. Tak, ana endi biz rumyanalar yordamida yuzimizga tabiiy qizillik beramiz. Esingizda bo'lsa, rumyanani mana bu yerga matroshka qilib surib qo'ysangiz, mana bu narsa ko'pni sifatga yuz pastga tortib ketayotganga o'xshaydi. Shuning uchun bu ham ikkita barmoq tepada qolinishi shart. Men quruq rumyanalardan foydalanaman. Ko'pchilik sajistlarga ko'rsa suyug'idan foydalanishadi-yu. Men uni kerak emas deb hisoblayman. Nima uchun? Chunki pudralar bilan quritganimizda как будто yuzimizda narsa ko'payib ketgandek bo'ladi-da. Yuzga iloji boricha kam narsani, suyuq narsani kamroq surish kerak deb hisoblayman. Yuz shunda ton oqib ketmaydi. Burnimizga tegdiramiz va iyagimizga ham tegdiramiz. Tak, ovozim yaxshi eshitilyaptimi qizlarjonlar? Mana. Surib oldik. Ana endi nima qilaman? Men buni sal ko'tarishim kerak ekan. Ana endi highlighter surib, makiyajimizda tonni qanaqa ideal chiqqanini ko'rsatib bermoqchiman sizga. Highlighterim mana bu brenddan, otini ham bilmayman даже. Milky bo'ladi, shimmer, ko'ryapsizmi? Влажный effekt beradi. Tonalka surganda yuzga. Yoki bo'lmasam, keling, bugun sizga Cleopatra Pro'ni ko'rsataman. Olib keldim ko'z zakaz qilib. Cleopatra Pro 42 si oppoq qizlarimizga zo'r tushadi. Bug'doy rang qizlarimizga Cleopatra Pro 62 ishlatasiz. Tushundingizmi? Aralashtirib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mixing qilib ishlatsangiz undan ham chiroyli chiqadi. Hozir ko'rsataman sizga. Ha, ovoz zo'r deb turadi. Demak, Cleopatra Pro'ni bismillah ochamiz yangisini. Mana bunaqa chang. Men sizga aytdim-ku, glitterlarni yirigi, o'rtanchasi va maydasi bo'ladi. Eng maydasi mana shu chang deyiladi bu. Uni ko'zning ustiga ham, ko'z ustiga qilsangiz ham bo'ladi. Buni как highlighter qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana 162 si
Rara Beauty $50 highlighterni один в один bir xil effekt beradi. Mana. Qanaqa aralashtirasiz buni? Juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Juda to'kiladi, tez to'kiladi-da. Ozgina unisidan, ozgina bunisidan oldim mana. Ko'rdingizmi? Mixing qilib aralashtirdim. Ana endi buni как highlighter qilib sursiz. Ko'ryaptimizki. Kelinlarga sursiz bormi? Qizlarjonlar sizlarga ko'ryaptimi, yo'q bilmayman-u. Sizlarga qamoymi? Ko'rinish ozgina qiyinroq bo'lyapti. Mana. Ko'ryaptimi? Qizlar. Qoravoy qizlarimizga 162 sini ko'proq qo'shasiz. Oppoq qizlarimizga 42 sini ko'proq qo'shasiz. Tushundingizmi? Hammasiga mana birinchi highlighterdan ishlasak bo'lmaydi. Uchi qarang, buni nima uchun men ko'p ham tavsiya qilmayman. Bunda ko'proq холодный anaqasi bor-da. Qoravoy qizlarimizda bu serobrazniy bo'lib qoladi. Bu qizimizga tushishi mumkin, mana o'sha ko'rdingizmi? Oq холодныйsi bor-da buni. Buni oppoq qizlarga ishlatmasangiz tushmaydi. Ha yo'q, qoravoy qizlarimizga uncha tushmay qolishi mumkin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Komila, qalaysiz jonim, tuzumsiz? Harakatlar bilan qiynalmasdan, charchamasdan yuribsizmi? Mana, qalay ko'ryapti. Demak, ana endi buni juda ehtiyot qilib olasiz, olib qo'yasiz. Qoshlarimizga keldik. Men har gal aytaman, shundoq ham yetarli qoshlar ortiqcha bo'yalmaydi deb aytaman. Agar qoshni siz ko'p bo'yab qo'ysangiz, yosh katta ko'rinadi. Oldingidagi hozir qoshni ramkaga solib, ichini qop-qora qilib bo'yash mumkin emas. Yuzini qarang. Ushagan sari ushagisi kelaveradi. Bemalol ushaverasizlar. Nima qilsangiz ham bo'laveradi. Hech nima qilmaydi yuzga. Yuzlarni chimchilab olsangiz ham bo'ladi. Hech nima qilmaydi. Uxla. Ana endi qoshlarimizga gel bilan taraymiz. Gel men Inglot ishlatardim. Inglot ham yaxshi. Not bo'lsa katta chiqardi. Siz kichkinarog'ini olasiz. Nimaga? Charchab ketasiz, ishlatgisi kelmay qoladi oxiriga borib. Chunki bu oxiriga borib qotayotganga o'xshab ko'rinadi. Shuning uchun notni kichkina versiyasini olib ishlating. Ham cho'ntagingizga foydali, ham tez-tez almashtirib ishlataverasiz. Rahmat. Yaxshiman, ish ko'p, ertaga xudo xohlasa boraman debdilar. Ana xudo xohlasa. Inshaalloh ish ko'p bilaman, to'y oldi ish shunaqa ko'p bo'ladi. Bular bizani 11-dagi kelinimizda. Komilaxon. Ana endi qoshlarni birinchi pastga tarayman. Ana endi tepaga tarayman. Qarang, tolasini anaqasini, zarur qizlarimizda qoshini tolasi rosa pastlushni bo'ladi. Shuni tarasangiz, shunday yotib ola qoladi. Также bu yoq tarafida ham xuddi shunaqa. Qoshlarimiz taraladi va qovoqlarimiz ochiladi. Qosh qancha teparoqda bo'lsa, ma'buzuni qancha katta bo'lsa, shuncha chiroyli ko'rinaveradi. Ana endi nima qilamiz? O'zimizda tayyorlagan konsiler bilan ortiqcha qoshlarni o'chiramiz. Nima uchun o'zimiz konsiler tayyorlaymiz? Bozordagi konsiler bunaqa effekt bermaydi. U yupqa bo'ladi-da. Bu plotniy bo'ladi. Tagida qotuvchan narsasi bo'lgani uchun qotib qoladi-da. Surgan narsalaringiz ham kun davomida erib, oqib qatlagandir yig'ilib qolmaydi. Shuning uchun ham konsilerni biz o'zimiz tayyorlaymiz. Assalomu alaykum dinrapa, qatta ishlayapsiz. Chilonzor Oqtepadaman hozir. Chilonzor Oqtepada ishlayapman. Shundoq quruqqa yetmasingizdan Nurafshon yo'lida. Agar Chilonzor o'zidan keladigan bo'lsangiz, quruqdan Nurafshon yo'liga o'tganingizda
birinchi svetoforga yetmasdan, ya'ni san'atkor svetoforga yetmasdan yo'li bo'yida muhtasham wedding deb yangi salon ochganmizda shinam, tinch joyimizda. Yangi joyimizda yoqdimi sizga? Chiroyli ekan. Kimga hammadan so'raman. Sizga yoqdimi? Assalomu alaykum. Konsertlar qanday tayyorlanish ko'rsatasizmi? Kursga kelsangiz, hammasini birma-bir ko'rsataman, xudo xolis. Ana endi ortiqchasini qo'limda olib qolgan holatda, har doim hamma narsadan ortiqchasi qo'lingizda qolgani yaxshi. Chem yuzda qolgandan ko'ra. Yumamiz. Yumganimizda qoshimizni lishniy joylarini o'chiramiz. Yuzimiz qotgani uchun bemalol qo'limiz bilan teyib ishlayveramiz. Bir xilla qo'rqqanidan ham birinchi ko'zini bo'yab olaman, ato yuz dog' bo'lib ketadi deyshadi. Biz bu ton bilan qo'rqmaymiz. Nima qilsak ham hech nima qilmaydi. To'kilib ketgan narsani bundoq qilib tozalab tashlasak, yuz yana ham top-toza bo'laveradi. Kistni sun'iy tolali kist bilan suraman. Yoyayotganda ham xuddi shu sun'iy tolali kist bilan suraman. Yoyayotganimda qattiq bosmayman kistni. Kistni yumshoq bosib, ortiqchasini shundoq tushavat qilib tashlayman. Ko'p surib olsangiz, qoshi tegi nalyot bo'lib, oq bo'lib yig'ilib qoladi. Buni juda ham ko'p surish mumkin emas. Hozirda ko'pchilik qizlarimiz, deyarli 95% qizlarimiz qoshini termaydi. Umuman qosh terishmaydi. Hatto qosh terganda rosa ochiladi odam. Biz paytimizda erga tegayotganimiz, kelin bo'lganimda qoshimni teraman deb kutardik. Ochilaman deb. Qosh qanchalik odamni o'zgartiradi. Hozir kelinlar ham hatto qoshini termaydi. Ana endi buni yoyaman. Agar tez harakat qilmasangiz, mana bu qotuvchan narsa qotib qolgandan keyin bu tushavat bo'lmaydi. Tushundingiz-a? Bu narsani mana shu etapda tezlikda qilishingiz kerak. Aks holda o'zingiz qiynalasiz. Tushavat bo'lmay, qoshi tegi oqarib, qotib qoladi. Yoyib oldim. Ko'rdingiz. Endi quritaman, har doim aytaman, ko'zimizni chang yordamida quritamiz deb. Keling, bugun 162 bilan quritib ko'rsataman sizga. 42 ham zo'r ketadi bularga. Nude make-upda yosh qizlarimizda yumamiz. Mana shu bilan quritib berganingizni o'zida kiprichalarni yopishtirib berganingizni o'zi yetadi. Maktab o'quvchilari maktab o'quvchilari keladi-yu oldingizga. Makiyajga. Rang-barang qilolmaymiz. Ko'ryapsan? Bunaqa hech qaysi quritib bermagan. Ochamiz. Effektini qarang, qanaqa chiroyli. Qovoq yopishtirmaymiz. Yopishtiramiz. Qovoqni oxirida yopishtiramiz. Bizani suvli qovoqimizni sellarni surib bo'lganimizdan keyin yopishtirishimiz kerak.
Ochamiz. Ko'rdingizmi? Qanaqa nejniy. Yo'q, kim yetib qoldi. Bu rozovый rang. Ko'ryapsizmi? Rozovый qanaqa? 42 Mana. Ochamiz. Bu 42. Bu ham chiroyli. Ana endi ba'zi ranglarni eng ochlaridan boshlab turamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz yengi? Salonga o'tdilarmi opa debdilar. Da, yengi salonga o'tdim va hammanglarni yengi salonimda kutib qolaman. Inshaalloh chiroyli kunlarda to'lib toshib xuddi o'tiramiz endi. Ana endi ba'zi rang eng ochidan boshlab turamiz. Surayotganimizda ortiqchasini qoqib yuborgan holatda qilaman. Men bir tarafida qilaman, ikkinchi tarafda siz qaytarasiz, xo'pmi? Eslab qoling mana. Qoqib tashladim. Birinchi bo'lib kipriklarni ildiziga qo'yaman va sekin tepaga qarab yoyaman. Agar birdaniga rang olib turib, mamutga chipoq qilib qo'yadigan bo'lsangiz, dog' bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Har doim senlar pastdan tepaga qarab tushovka bo'lganda qoshlarga yetaman deganda yo'q bo'lib ketish kerak. Ana o'shanda chegara bo'lmaydi. Agar chegara bo'lsa, u gryazniy mekap hisoblanadi. Ochamiz. Shuni o'zi o'zgartirish kirityapti, ko'ryapsiz? Ana endi biroz to'qrog'ida olaman. Uni ham jigarlaydi. Sag'al to'qrog'i. Yapamiz. Buni ham kipriklarning ildiziga qo'yaman. Birdaniga tepaga qo'ymayman. Va sekin tushovkani teparoqqa olib boraman. Tushundingizmi? Va qoshga qarab bu yo'l bo'lib ketadi. Esingizda bo'lsin. Men sizga har doim aytaman, issiq ranglar bor, sovuq ranglar bor. Sovuq rang bilan issiq rangning nima farqi bor? Issiq rangga surganingizda, bundoq surganingizda buni tarkibida qizil pigmentatsiyasi bo'ladi. Bu issiq rang hisoblanadi. Lekin bu ham jigarrang. Mana bu ham jigarrang. Bu ham jigarrang. Bu холодный jigarrang. Nima uchun? Buni tarkibida qizil pigmentatsiyasi yo'q. Bu ko'proq seriyaga tortadigan jigarrang. Men har doim aytaman, qoshlarimizni bo'yayotganimizda jigarrangni холодный rangidan foydalanamiz. Tushundingizmi? To'pli rangidan foydalansangiz, oqtovga chiqqanida qoshi qizil qosh bo'lib yaltirab qoladi. Chunki tarkibida qizil pigmentatsiyasi bo'ladi. Endi biroz холодный rang oldim. Холодный rang jigarrangdan oldim. Buni ham kipriklarni ildiziga qo'yib sekin olib kelgan holatda yoyaman. Ochamiz. Nima qilyapman? Men sekin soya yaratib ochamiz. Men bu qovonni o'sha soyaning ichiga tiqib yuboryapman. Tushundingizmi? Oldiga qarab hali kelganim yo'q. Va kelish niyatim yo'q. Nomiga bundoq qilib taraboraman. Qizimizga juda rang ko'p berishimiz kerak emas. Chunki qizimiz yosh va uni o'zini chiroyliligini подчеркнуть qilishimiz kerak. Bitta basharadan ikkinchi bashara yasash kerak emas. Meni ishim shunaqa. Da, bu qiz chiroyli qiz. Bir ikkinchi marta biz oldimizga kelyaptilar. To'ppa-to'g'ri juda e'tiborli ekanlar. Qurram o'g'ali. Rosti e'tiborli ekansiz, esingizda qolibdi. Ana endi suvli qovoq olaman. Suvli qovoqni suv yordamida erib olishimiz kerak bo'ladi. Buni suv to'ldirib qo'yish kerak. Oddiy suv, bu o'zini suv alohida bo'lmaydi. Oddiy suv bo'ladi. Ortiqchasini qoqib tashlaysiz. Qoqib tashlayotganingizda bundoq qo'lingizga olib tashlasangiz ham bo'ladi. Shirin qiz. Yemamiz. Yumganimizda chizig'ini ko'rib olamiz va o'sha chizig'ni ustiga qo'yamiz. Ochamiz. Yemamiz. Ochamiz. Ko'tarib, tashqi burchagini ko'tarib oldik bo'lsa, u yoq bilan bu yoqning farqini ko'ryapsizmi? Birdaniga qota qilib ko'tarib olish shart emas. Yana bitta qo'yamiz. Qo'yib ko'ramiz. Agar
to'g'ri kelsa qoldiramiz, to'g'ri kelmasa qoldirmaymiz. Yumamiz. Biroz teparog'idan qo'yamiz. Barmoqlarimiz bilan bosamiz. Ochamiz. Ana, yumamiz. Ko'tarildi. Demak, shuni o'zi yetadi. Ozgina qurishini kutamiz. Agar qurimasdan birinchi ozgina quritib yubormasdan siz pigmentni, yaltiroqlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, kechadagi u bitta joyga yig'ilib, gryazniy kir bo'lib qoladi. Zo'r ko'tarildi debdilar. Rahmat. Ana endi biroz agar tezroq qurishini xohlasangiz, конечно, bir nima bilan yetmaysiz. Ana endi shimmer olaman. Shimmerim meniki Hihidan. Bu qizimizda buni tekshirib ko'ramiz. Siyoh rengi tortib ketadi. Demak, so'qli rangidan foydalanaman. Buni yangisini zakaz qilganman, olib kelib ko'rsataman, xudo xolisa. Menimcha bozorlarda bo'lmasa kerak bo'lgan ham bilmadim. Ana endi barmog'im bilan sekin qo'yaman. Ehtiyot bo'lib qo'yasiz, chunki hali mana bu qovoq qotmagan bo'lishi mumkin. Ammo eslab qoling, naryo tarafini siz qaytarasiz. Efirni o'chiramiz va siz qaytarasiz. Mana. Sekin. Bu qarang qanaqa. Bunda orasida mayda iskralari bor-da. Iskralar buni xuddi vlajniy meykapga o'xshatib qo'yadi, ko'rdingiz. Ana shuning uchun ham men buni dash yuzga ham ishlatishni yaxshi ko'raman. Highlighter qilib ishlatishni yaxshi ko'raman. Men highlighterlarni yuzda ko'p bo'lganini yaxshi ko'raman. Svejiy bo'lib ko'rinadi nazarimda. Sizni jonli darsingizni ko'p kuzataman debdilar. Bir nimalar o'rganyapsizmi? Kuzatib. Mana. Yorug'roq bo'ldi shekilli. Yorug' sizlar ko'ryaptimi? Mana go'zallik sizlar ko'ryaptimi? Qaranglar, qanaqa? Men boya qo'yganimda ko'rinar ekan. Zo'r ko'rinadi. Chunki ichida iskralar bor. Har doim narsa olayotganingizda orqasini o'qing. Mana bunda faqat pil degan, ko'rdingizmi? Bu degani chang. Ammo bunda degan mana солнечный brilliant iskra degan. Demak, oralarida yaltiroq iskralari bor. Shunda nomerlarini eslab qoling. 127 iskrasi bor. Ana endi bularga qovoqlarini ko'tarib olganimizdan keyin kipriklarni ildizini bo'yashni boshlaymiz. Kipriklarni ildizini bo'yayotganimizda podvodkamiz oqib ketadigan podvodka bo'lishi kerak emas. Tez qotuvchi podvodka bo'lishi kerak. Aks holda ko'zi yoshlanganda hamma qora ko'zning tagigacha ana qilib ketadi. Mana buni aytayotgan bo'lsangiz, где-то bu 60 mingmi, 70 ming atrofida. Men bu Cleopatra Pro'li $10 Demak, men suvli podvodkadan foydalanaman. Bu Makeup Atelierdan $20 podvodka. Siz uni o'rniga любой gелевый podvodkadan foydalansangiz bo'ladi. Men Inglotni ham yaxshi ko'rardim, lekin Inglot tez qotib qoladi. Lekin Inglotdan to'q va qora podvodka topolmaysiz. Eng qora podvodka bu Inglot hisoblanadi. Tez qotib qoladi. Buni o'zining yog'i bor. Yog'ida eritsangiz bo'ladi. Men prosta bitta narsadan tez zerikib ketaman-da, yangi narsalarni qo'lga ham tashqilib keladi. Qimmatbaho bo'lishi shart emas, konsistensiyasi zo'r bo'lsa bo'ladi. Erinmasdan tushuntirishingizni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Endi siz oldingizga shogird ne maqsadlarda keladi. Shuning uchun ham erinmasdan bittalab tushuntirishga harakat qilaman. Ana endi ortiqchasini qo'limda qoldiraman va kistni mamnaqasiga qo'yotganim yo'q. Men buni bundoq qilib yana ham ortiqcha tuklarini yopishtirib ploski qilib olganman, tushundingizmi?
demak kipriklarni ildizini bo'yayman. Ko'taraman. Ko'targanda ildizi ko'rinadi, ko'rdingizmi? Birdaniga mana qilib qalin qilib chizib olmaydi. Chizayotganimizda mana emas, sekin. Sekin doполнить qilamiz. Va har doim ko'zga dam bering. Bo'lmasam ko'z toliqib yoshlanib ketadi. Ochamiz. Mana bu kipriklarni oralariga ham tegdirib ko'rdingiz-a? Ana endi tashqi burchagini chizayotganimizda oddiy kunli makapga flyur podvodka bo'ladimi ishlatsa? Bo'ladi. Flyur podvodka bo'ladi, lekin flyur podvodka bunaqa chiroyli effekt bermaydi. U bilasizmi, kun davomida qurib qolib, to'kilib tushib ketishi mumkin. O'shaning uchun ham. Ana endi tashqi burchagini to'g'riga qaratib turib chiqarib olamiz. Ochamiz. To'g'riga qarab turadi va tashqi burchagini ko'rib olamiz. Oxiriga ketganim yo'q. Tushundingiz-a? Nima uchun oxiriga ketmadim? Ko'zi tashqi burchagi ichki burchaga nisbatan pastroqda joylashgan. Agar men podvodkani mana bunaqasiga olib kelib, oxirgi kiprikdan chiqaradigan bo'lsam, ko'z pastga tortilib qoladi. Men oxirgi kiprigiga yetmasdan podvodkani tepaga yo'naltiryapman. Ya'ni mana bitta, mana bu kiprik qoldi. Mana 1 millimetr tepaga yo'naltiryapman. Qoldirib. Mana. U ko'z bilan bu ko'zi farqi bormi? O'rtog'im keladi. Voy, qarang, kartam. Telefon qilsa kerak. Telefon qilsa kerak. Chiqarib yuboryapman bu. Tashab qo'ydim vaqtdan. Kelib qolish kerak. Menga berish kerak-ku. Yo'q, ketmay turing hali. Soat nechida kelamiz? 1:30. Necha bo'lsa? 1:30. Voy, hozir keladi. Prямой efir o'chirib telefon. Ana endi nima qilaman? Ko'targan holatda ildizlarimni to'ldiryapman. Qayerda yig'ingiz? Chorsida ekan. Tashlarimni makiyaj qilib turing. Mashina ketaman. Yo Alloh. Ko'tarildi, ko'zlari chiroyli chiqyapti debdilarda. Agar siz yuzi chertasini o'qib qiladigan bo'lsangiz, hamma makiyaj chiroyli chiqadi. Ana endi sekin uchini yo'naltiraman. Pastga qarab yo'naltirayotganim yo'q. Ko'rdingiz-a? Sekin uchini chiqaryapman mana. Shoshmasdan. Endi yumamiz. Yumgan holatda ichki qismini sekin to'ldiraman. Juda ham uzun podvodka chiqarmayman bularga, chunki yoshlar. Oson makapga o'xshaydi. Oson. Agar chirtalarni o'qib qilsangiz, ochamiz ko'zimizni. Chunki nejniy makap bo'lyapti. Hali hech narsa surtilmagan deb tushunganimizda. Hozirda kuyov bolalar rosa yomon ko'radi yuzini. Bundoq qaraganda agar ma'mida tonalka borligi bilinsa, "Fu, yuzingni nima balo chaplab olding" deydi. Shunaqa, menga ko'pchilik shuni aytadilar, "Apa, yuzingda narsa borligi bilinmadi" deb aytdilar bular. deydi. Kuyov bolani o'zligisi aniq qilishadi, o'zlik qoldirishadi. Haqiqatan to'n bilinishi kerak emas. Ushab ko'rdilar deb aniq qilib, yuzingda bu narsa bormi deb bunaqa ushab ko'rdilar. Bilingani yo'q deb bilinmaydi. Agar to'g'ri sursak, to'g'ri qotirsak, yuzda
Mekap borligi, tonalka borligi bilinmaydi. Mana. Chizib oldik. Podvodkani. Keyingi etapda biz siz bilan kipriklarni qayirtirib, keyin kiprik yoptirishimiz kerak, lekin men kiprik qayirtiradiganim yana esimdan chiqib qoldi. Endi nima deyman? Har doimgidek esimdan chiqib qoladi, yo'qsa sklerozman. Demak, siz kyorlar yordamida birinchi kipriklarni qayirtirib olasiz. Kullerdan ich. Qayirtirib olasiz, ana undan keyin kiprik yopishtirasiz. Tak, hamma gap bazada emas-da. Bazani surganingiz bilan tonalkani to'g'ri surib, uni to'g'ri qotira olmasangiz, bazani foydasi ham bo'lmay qoladi. Sotganingiz bilan. Shuning uchun har bitta etapini to'g'ri qila olishingiz kerak. Demak, kiprikni 12sini qo'yaman. Tashqi burchagini ko'tarib olish uchun, undan keyin 11 ga o'taman. Nima uchun? Men bu orasini uzoqroq qilib oldim, ko'rdingizmi? Klegim menda Dakins. O'zim ishlatadigan, ba'zan siz olganingiz bilan, sizda bunaqa ton chiqishi uchun siz har bitta etapini to'g'ri qilishingiz kerak. Ba'zani surganingiz bilan bu bunaqa bo'lmaydi sirasi. Ana endi kipriklarni donaligini yopishtiramiz. Demak, 12 ni oldim. Nomiga leteraman yumamiz. Va sirazi oxirgidan qo'ymayman. Ochamiz. Sal bu yoqdan qo'yaman va orqa tarafiga yana nechta qo'yishim mumkinligini ko'rib olaman. Agar kiprikni yarmi pastga qarab yo'naltirilgan bo'lsa, men u kiprikni tashlab sal teparog'idan qo'yaman. Chunki kiprik ham ko'zni pastga tortib qo'yadi, to'g'ri yoptirilsa. Ochamiz. Mana. Ko'rdingizlar, yana bitta qo'yaman. Demak, saniysiz siz. 4-sini qo'yganman, 12 ni. Halohat. Kashilogimga qarang, necha pul bor ekan. Mana. O'shani olib tura qoling. Shoshayotgan bo'lsiz. Uchinchi o'tirasiz. 11 qo'yib borman. Yumamiz. Orasida joy qoldirmayapman. Agar orasida joy qolsa, oling maydalari bo'lsa. Hamma yo'q. Kartamda ham yo'q deb, kartamni ham voy valberski to'lavordim. Sizda yo'qmi? Ertaga beraman. Qancha kerak? Kashalov qolib ketdi. Oling. Ochamiz. Keturasizmi? Просто kech qolib ketmaydi o'rnadi, hozir u oyog'i singani tushunyapsizlarmi? Qimirlashi ham qiyin uni. Ochamiz. Qaytsam, qaytmasam ketdim. Yo'q. Qo'lni chiqib qaytasiz. Qo'lni chiqsam kerak. Mana vaqt chiqolmayman, qiz bilan ko'rishsak. Привет, как вы дела? Здравствуйте. Хорошо, все хорошо у вас. Слава Богу. У вас как? Kiprikni endi 10-siga o'tyapman. 10 razmerli va qo'yayotganimda kleyni kamroq olasiz, a to gryazniy bo'lib ketadi.
yo'q, men sizga aytaman. Issiq o'chirib qo'yavering. Sousni yoqib olamiz. Ochamiz. Menga? Bo'ladi. Bitta o'nga qo'shib yuboraman. Mana bu qismiga. Ochamiz. Shaxmatni qilib qo'shib yubordim. Ana endi nima qilamiz? Endi ko'zimizni tagida quritib olishimiz kerak bo'ladi. Agar biz ko'zimizni tagida quritmasak, Necha qo'ydingizmi? 12, 11, 10 qo'ydim. Tushundingizlar? Ana endi ko'zi tagini quritib olaman. Ko'zi tagini quritayotganimda rangsiz teng bilan qurtaman. Tak, u menda Elsari brendini tenir edi. Hatto qo'yganimni toping mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Prinni qo'yayotganda tagiga kley tegmasligi uchun nima qilasiz? Kamroq olaman. Kamroq olishingiz kerak bo'ladi. Demak, rangsiz. Teri rangidagi olaman tepaga va tagini ozgina quritib yuboraman. Biz bilasiz, mimetskiy ajinlarning ustiga terlar yig'ilib qoladi-yu, o'shani oldini olish uchun. Ana undan keyin nima qilaman? Boyagi highlighter qilib ishlatgan changim bor-ku tepaga. O'sha yerdan ozgina qo'yib yuboraman. Cleopatra Pro. Highlighter qilganimizcha. Tepaga. Tepaga. Ozgina shundan qo'yib yubordim. Ana endi Kikidan mana bu shimmerini olaman-da. Buni ham ozgina qo'yib yuboraman ko'z tagiga, tepaga. Mana. Ko'rdingizlar? Ana endi 775 qalamini yoki bo'lmasa shik qalamini olaman. Bu Top Face'dan ekan. Top Face'ga ham yaxshi yomon emas. Olamiz-da tepaga ko'zga общий chizish mumkin emas bularga. Nima uchun? Ko'zni olmasini ko'rvasini oxirgacha ko'rinyapti. Agar men buni ma'badga olib kiradigan bo'lsam, ko'z bunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun ham faqatgina tepaga tashqi burchaga biroz qo'yib yuboraman. Nima uchun? Ko'zni kattaroq ko'rinishi uchun. Mana. U ko'z bilan bu ko'zni farqini ko'rishingiz uchun men bir tarafida qilib qo'yibman sizga. Ana endi kistimiz yapaloq kist yordamida buni nomiga naturalniy qilib yoyib yuboramiz. Bu o'zini kipriklarini soyasi tushayotgandek qilib. Ko'rdingizlar? Ana endi nima qilamiz? Qoshlarimizni ko'z bilan tugatdik biz. Unaqa vulgarniy makiyaj emas, biz bugun siz bilan nechta make-up qildik. Nimamiz? Hamma uchun ozgina pamuk qilib qo'yib, чтоб ko'rinsin. Ochamiz. Voh. Shimmerli tagidan ushlab turadigan surmismi? Yo'q, bu shimmer o'zi shunaqa maydaki, buni sursangiz o'zi ketmaydi. Mana yuzga yopishib oladi-da. Mana. Artsiz ham ketmaydigan shimmer bo'ladi bu. Mana xuddi yuzlarda turibdi-ku. Xuddi shu shimmerni ko'zlarining tagiga ham ozgina tegdirdim. Juda ham chiroyli. Nazar qiling. Qoshida qovog'iga surganim bu Cleopatra Pro'dan mana. Ana endi ko'zni tagiga bu shikdan nomeri A101 qovog'ini ichiga qo'yib yuboraman. Nima uchun? Tepaga. Tashqi burchagini ochish uchun.
Mana. Ko'rdingizmi? Tashqi burchagi ochadi. Ana endi shimmer, bu yaltiroq narsalarni shimmer deb ataladi. Endi ten bilan faqatgina qoshimizning orqa tarafidagi to'kilgan qismidagina bo'yaymiz. Kecha siz yig'ishtirgansizda bu 3-mana narsalarni topishga qiynaldim. Bizdimi? Burun qo'ygan narsani to'g'ri topolmaysiz ekanlardek. Jigarrenni teplisidan emas, холодныйsidan foydalanamiz. Mana bu to'kilgan qismi bor, ko'rdingizmi? O'shani o'zini to'ldiramiz. Qoshimizga gel surilgani uchun surgan narsa shunday yopishib ola qoladi. Mana bu yerda ochiq qismi bor. O'shani to'ldirib olaman. Qosh yo'nalishi bo'yicha bo'yayapman. Ana endi labimizni ko'rsataman qanaqa bo'yashini. Ko'pchilikning qiladigan eng katta xatosi bu lablarni noto'g'ri chizish. Ya'ni labimizni chizayotganimizda har doim e'tibor berasiz. U oldidagi ugologi bor-ku, burchak. Mana shu burchagini siz bir-biriga yaqinroq olishingiz kerak. Bir tarafini men bo'yayman, ikkinchi tarafini siz bo'yaysiz. Mana. Sochini qildik. Mana shu bilan deyarli meykapimiz yakunlanadi. Shu yerda siz bilan to'pni yaxshi boring. Xo'p. Mana shu yerda siz bilan efirimizni tugatishimiz kerak. Negaki bu yoq tarafida shogirdim qaytaradilar. Yuzingizga bitta teging qo'lingiz bilan. Yo'qotdimi? Yo'q, yo'qmaydi. Agar siz ham professionalniy o'rganishni xohlasangiz, idealniy ton yaratishni, nежный meykaplar, endi har xil meykap ko'rsataman, конечно. Kecha ozgina сложный ramada karandashli texnikalar o'rgandik, arabskiy meykaplar o'rganamiz hali. Xullas kalom har bitta qizni yuziga individualniy yondashgan holda meykaplar qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zimni professionalniy kurslarimda hammalarni kutib qolaman. Hammaga kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xayr.